Ta'lim muhitining transformatsiyasi, zamonaviy o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni. Ayni mavzuda o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda soha mutaxassislari tomonidan ta'lim sifatini oshirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash, bu borada xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy qilish masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Ta'lim doimiy harakatdagi jarayon. Bugun u raqamlashmoqda. Anjuman zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni, sun'iy intellekt, interaktiv o'qitish usullari mavzusida xalqaro tajriba va ilg'or g'oyalarni bir joyga jamladi. AQSh, Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan kelgan ekspertlar, UNESCO va UNICEF vakillari, mahalliy pedagog va olimlar bugungi kun ta'limi qanday transformatsiya qilinayotgani haqida fikr almashdi. Metodik yordamlar, texnologiyalardan qanday samarali foydalanish mumkinligi haqida xorijiy tajribalar, o'zimizning mahalliy tajribalar bilan ulashishadi. Bugungi kunda ota-onalarimiz, pedagoglarimiz o'z farzandlariga bilimlarini va o'gitlarini yetkazib berishi qiziqarli va jalb qiluvchi usulda yetkazib berishlari kerak. Buning uchun biz bilamiz, farzandlarimiz bugungi kunda smartfonlar bilan, planshetlar bilan ulg'ayishyapti. Ularni oddiy doskada chizilgan chizmalar bilan yoki kitoblar bilan qiziqtirish, ularni jalb qilish juda ham qiyinlashib boryapti. Shu maqsadda markazimiz tomonidan erishilgan, yaratilgan bir qancha loyihalar haqida o'zimizning batafsil taqdimotlarimizni havola qilamiz. UNESCO O'zbekiston doirasida Oliy ta'lim vazirligi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bilan yaqindan hamkorlik qilmoqdamiz. Hozirda biz o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha AKT doirasini ishlab chiqmoqdamiz. Asosiy faoliyatimiz o'qituvchilarga raqamli kompetensiyalar va ko'nikmalarni oshirishda ko'mak berish. Ular orqali o'quvchilarga ushbu bilimlar samarali yetib borishlariga yordam berishdan iborat. Sun'iy intellekt bo'yicha UNESCO tomonidan o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ishlab chiqilgan AI doiraviy hujjati mavjud. Ayni paytda biz ushbu Artificial Intelligence doirasini O'zbekiston kontekstiga moslashtirish ustida ishlamoqdamiz. Tadbir doirasida yagona ta'lim resurslari va xizmatlari portali taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Ushbu portalda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun multimedia darslar, video qo'llanmalar va baholash vositalaridan erkin foydalanish imkoni yaratilgan. Aynan raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir necha loyihalarni amalga oshirilyapti. Asosiy bizning maqsadimiz kelajakda yoshlarni zamonaviy yuqori daromadli kasb topishlari uchun ko'makchi bo'lishdan iborat. Mana misol uchun 1 million o'zbek dasturchisi loyihasi orqali Amerikaning Coursera kompaniyasi bilan hamkorlikda 2 yillik loyihani amalga oshiryapmiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi butun O'zbekiston yoshlarini masofaviy ta'limdan bepul foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu orqali bepul ta'lim olib, xalqaro darajada sertifikatni qo'lga kiritish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Hozirgi kunda misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Stanford universiteti bilan aynan ta'lim sohasidagi liderlar uchun, ya'ni yetakchi xodimlar uchun qo'shma dastur olib borish bo'yicha ish olib boryapmiz. Bu 1 yilga mo'ljallangan loyiha bo'lib, aynan Stanford, Cambridge universitetlarida O'zbekistondan xodimlar o'qib va o'z bilimlarini oshirib, bu orqali O'zbekistonga kelib ta'lim sohasini rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shishadi. Anjuman yakunlariga ko'ra 300 dan ortiq ilmiy maqolalar jamlangan maxsus to'plam nashr qilinishi belgilandi. Ushbu tashabbus ta'limni raqamli zamonga moslashtirish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'ldi.